Masjidning ro'parasidan biznesingiz uchun zo'r joy topib qo'ydik. Biznesingiz aynan odamlar oqimi to'xtamaydigan, ko'zga darrov tashlanadigan joyda joylashgan bo'lsa yo'q demaysiz-a? Bugun Qo'qon shahrida shunday imkoniyatni sizga taqdim etamiz. Yer maydoni 6 sotix, bino pishi g'ishtdan mustahkam qilib qurilgan. Umumiy maydoni esa 300 kvadrat metrni tashkil etadi. Bino 2 qavatli, ichki rejalashtirish juda qulay. 9 ta alohida xona, 2 ta keng, yorug', katta zal va qo'shimcha podvalga ega. Hozirgi holati korobka. Bu degani dizayn ham, ta'mir ham to'liq sizning qo'lingizda. Qanday biznes qilmoqchi bo'lsangiz, shunga moslab, ortiqcha xarajatsiz moslashtirasiz. Kommunikatsiyalar haqida ham tashvish yo'q. Svet, suv barchasi mahallada bor. Ruxsatlari mavjud, bemalol tushirib olinadi. Bu binoning yana bir katta ustunligi oldi qismida keng parkovkaga joyi bor. Mijozlaringiz mashina qo'yaman deb o'ylanib o'tirmaydi. Xohlasangiz 3-qavatni ochiq ayvon tarzida qilishingiz mumkin. Bu joy yozgi kafe, choyxona yoki zamonaviy dam olish zonasi uchun ayni muddao. Bino o'quv markazi, kafe yoki choyxona, market, ofislar yoki boshqa turdagi bizneslar uchun juda mos. Bitta joy, ko'p imkoniyat. Narxini egalari $160,000 deyishyapti. Yana ozgina o'tib ham berisharkan. Manzil esa Qo'qon shahar To'laboy mahallasi, hamma biladigan joyida, To'laboy masjidi ro'parasida joylashgan. Lokatsiya biznesning yarmi va bu joy o'zini oqlaydi. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda. Qo'ng'iroq qiling, kelib ko'ring va biznesingiz uchun to'g'ri qarorni aynan shu yerda qabul qiling. Agar siz Qo'qonda biznes boshlash yoki kengaytirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu joyni albatta ko'rib chiqing. Videoni esa biznesmen tanishlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.